Akalar endi mashinada Selusda 20 ming yoki 25 mingga yitilib ketdi-ku. Selusimiz ham mana qop yitilib ketdi. Akalar rostdan ham mashina Selusimiz kuzda 400 so'm, 500 so'm, bu hozir bo'lsa 1000 so'mdan 1200 so'm bo'yicha qopi 20 mingdan 25 ming so'm bo'yicha bo'lyapti ekan. Ko'pchilik chorvador akalarimiz mashinada Selus bilan mol boqishga qiynalib qolishyapti. Hozir men sizga video davomida mana shunday oddiy somon bilan ham Selusga o'xshab mollarni semirtirish yo'lini ko'rsatib o'tamiz. Uning uchun bizga mana shunday drabelkalar kerak bo'ladi. Bunda somonni maydalab chiqarib, makkani, bug'doyni, arpani chiqarib ratsion qilib beradigan bo'lsangiz, mollaringiz semirtirib yoki sigiringiz sutini ko'paytirishingiz mumkin. Bu to'g'risida, ratsion to'g'risida hamda drabelka to'g'risida video davomida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Drabelkalarimiz narxi keladigan bo'lsa, narxi juda ham arzon ekan. Dastlabkasi bo'lsa O'zbekiston 12 viloyatida mutlaq tekin ekan. Videoni oxirigacha ko'rib, videoga like bosib turadigan bo'lsangiz, drabelka to'g'risida ham, shu ratsion to'g'risida ham to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani kelganmiz akalar. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum Azizbek aka. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi aka? Sizsiz madashimi? Akamiz Azizbek aka Tayfun brend ochib chiqayotgan drabelkalar chiqarayotgan akamiz. Aka, bugun kuzatuvchilarimizga drabelka to'g'risida siz ma'lumot berasiz. Buni oddiy somon bilan ham mol boqib, drabelka olib turib to'g'risida men ma'lumot berib o'taman. Bo'lmasa aka, birinchi o'rinda drabelkamizga qanday motor ishlatiladi, buni tishlari, setkalari, buni garantiyalari ham bor. Bor aka. Dastlabkilar to'g'risida chiroyli ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi o'rinda aka dastlabki zippan. Birinchi o'rinda drabelkaning yuragi bo'lgan motor to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tsak aka. Assalomu alaykum. Baraka top. Kanal obunachilari. Bizlar o'z videolarimizdan chiqarib boramiz. Akamizga endi mana chiqaryapmiz. Xo'p, endi drabelkamizga keladigan bo'lsak, o'zi drabelkani ham o'sha nimasi yuragi motor hisoblanadi. Hamma har xil motor ishlatadi. Hop. Bizda aka 4 xil motor ishlatamiz. 4 xil. 3 kilovatdan 6,5 kilovatgacha bo'ladi. Hozir bu yerda 3 kilovatligimiz endi bu yerda bor mana. O'zida qotirib qo'yilgan. O'zida qotirib qo'yilgan. Endi bu yerda 4 kilovatli aka, mana 4 kilovat alyumin motor. Ani brendidan aytib ketay buni. Green Life degan. Green Life motor asosida chiqadi. Sinalgan. Sinovdan o'tgan. O'zida teplovoy relaylari bor. Tiqilib qolsa tashqari avtomat qo'yiladi. Xullas 3 xil himoyasi bor-da buni. Masalan, bu bittasi bo'lsa, ikkinchisi avtomati, uchinchisi kondensatori. To'rtta bir xilda ushlab berib turadi. Buni kondensator ikkita. Bu motor kuyishi ehtimoli juda ham kam. Kam. Kuysa ham aka 50-60 mingga kondensatori beradi. Mana shunisi ketib qolishi mumkin. Amodga ketmaydi. Amodga ketmaydi ancha munchaga. Hamma motorda ham-da. Chunki mana bu yerda teplovoy relasi bor. O'zi qizisa, obunachilaringiz ham bilsa kerak ma'lumotini. Mana teplovoy relay o'zi tashlaydi, motor qizisa, nagruzka o'zi tashlaydi. Endi bu 4 kilovatli bo'lsa, bunisi 6,5 kilovatli Ariel o'sha misli motor. Medni deydimi? Medni-da, o'sha berkalarga ham yozib qo'ygan. Buni ham bilishadi, o'sha misli motorlar ichida ommalashgan motor mana shu bo'ladi. Ariel, 6,5 kilovat, 3,5 ming оборотda ishlaydi. Bu ham teplovoy relaysi bor. O'sha 3 xil himoyasi bor buni ham. Bundan tashqari 6,5 kilovatli alyumin motor. Bu motor yangi keldi, sinovdan o'tdi, juda ham baquvvat ekan. Masalan, buni brendi Buka deb keldi. Buka yangi chiqdi. Buka, Buni endi O'zbekiston uchun chiqarishdi menimcha aka. Xitoydan O'zbekiston brendi uchun chiqarishdi. Buka Xitoyda yo'q bilasiz, O'zbekistonning brendi. O'zbekiston brend. Bu ham zo'r xizmat qilib beryapti aka. Buni ham teplovoy relaysi bor, mana pastida. Xitoyniki bilan bir xil past. Alyumin misdan ko'ra mashinaga talab ko'p bo'lyapti. Alyumin yaxshi bor. Past joylarga misdan ko'ra alyumin zo'r xizmat qilib beryapti. Ya'ni o'zimiz ham sinov jarayonida ishlatib ko'rganmiz, misdan ko'ra effekti yaxshi bo'lyapti mashina. Alyuminniki yaxshi bo'lyapti. Masalan, oldin Alfa Grand degan motor ishlatardik-da. Alyumin motor, misi ham bor edi. Buni effekti zo'r bo'lyapti aka. Mana Buka degan o'sha alyumin motorda effekti zo'r bo'lyapti. Xo'p, aka, bunga qanaqa garantiya berasiz motorlarga? Xo'p, motorga aka biz garantiyasi olamiz. Xitoydan keladi. O'zimiz garantiya beramiz, 1 oy motorga garantiya beramiz. 1 oy sinamoqqa garantiya beriladi. 6 oy drabelkamizga garantiya beramiz. 6 oy drabelka. Dokumentlarni qilib berganmiz. Hozir bu yerda olib ketib chiqib ko'rsatamiz uni ham. 6 oy drabelkaga 1 oy motorga garantiya beramiz. Garantiya beriladi. Xo'p, bundan tashqari aka yana bitta nima, ko'pchilik bizdan so'raydi-da. Shunaqa tayyor mahavigini sotasizlarmi deyshadi. Mana mahaviy. Mahavini ham sotaveramiz akalar. Mana bu o'sha cho'yanda quyilgan. Quyma, zavodskoy. 9 kilo atrofida chiqadi og'irligi. Yaxshi ekan 9 kilo. Pichoqlari 24 tadan bo'ladi. Mana davavishni qilib, pichoqlari ham o'sha kalyonniy pichog'i bor. Xohlasa oq pichoq qo'yib beramiz, xohlasa shunaqa qora kalyonniy pichoq beramiz. Malatkavoy ham pichoqli. Malatkavoyni ham shunaqa pichoq qo'yganmiz, hali temirdan qo'ymagan. Yaxshi, zo'r. Ko'pchilik kuydirilgan aka. Gap yo'q. Xohlasa bu narxini ancha munchaga sinmaydi anaqa. Endi bir narxiga keladigan bo'lsa aka, dastlabkasi bilan endi 850 ming yetkazib beramiz.
Ha, dastavkasi bilan. Ha, dastavkasi bilan. Masalan, Shaydan kelib olsa-chi? Shaydan kelib olib ketsa aka, o'sha 650 ming qilib beraveramiz. 650 ming qilib berishadi. Va tomonlarga 850 ming ketaveradi. Ha, endi bir dastavkasi bilan shunaqa yetkazib beraveramiz. Buni listligi ham bor ekan. Mana shu xuddi mashina listligi. Mana bu yerda ko'rsataylik, mana buni ichida. Ha. Bu yerda mana setkasi bor ekan. Listligi yuqori bo'ladi, 4,5 kilolik bo'ladi. U 20 talik pichoqli bo'ladi. Uni 500 ming so'm qilib beramiz dastavkasi bilan. O'zimizdan kelib olib ketsa, 400 ming qilib beraveramiz. 400 ming qilib beriladi. Shunaqa. Xo'p, aka, bu drabilkalarga material to'g'risida bitta ma'lumot beraylik. Bu ochib ko'rsatamizmi? Ochib ko'rsatamiz. Aka, qanaqa ochib yopiladi? Setkalarni almashtirib bitta ko'rsataylik. Oluvchilarga qiziqda. Qiziq, ha. Endi aka buni materialga keladigan bo'lsak, tepasi mutlaq hamma yo'g'i yangi listdan bo'ladi. Nechchilik? Hop, 2 lik bo'ladi. 1 uchlik, 1 uchlik bo'ladi bular. 1 uchlik, hop. Ha, endi bu yo'llari ham konteynerdan bo'ladi. Mana konteynerdan bo'ladi. Ha. Endi qozonichi? Trubadan bo'ladi. Aka, ko'rsating. Ha, qalindan. 0.8 dan 1 gacha bo'ladi. Qalinlik. Truba bo'lar ekanda. Truba. Ancha yil xizmat qilib beradi-da. Mana aka boya ko'rsatganimiz bu oq pichoq aka. Ana nari ko'rsatganimiz qora pichoq. Bu mahalliylik bo'ladi, 24 ta pichoqli bo'ladi. Germaniyada yozib bergan ekan. Ha, Germaniya. Balansirovkalar olingan. Balansirovkalar olingan. Aka, balansirovkada zavodskiy mahalliydan ko'ra, jikoli mahalliydan ko'ra mana unda zo'r chiqadi. Chunki bu zavodda quyiladi-da aka. Immunniy drabilka uchun quyiladi. Boshqasiga ishlamaydi bu, faqat drabilka. Drabilka uchun. Balansirovkasi zo'r chiqib beradi aka. Mana vibratsiya beradi. Pichoqlari yo'nalmaydi, ichidan almashar ekan. Setkalari ichidan almashadi. Mana o'sha aka setkasi haqida ham bitta ma'lumot berib o'taylik. Mana akalar. Setkasi necha xil bo'ladi? 4 xil setkasi bor. Hop. Bu yerda ko'rsatadigan bo'lsa, bu hashay uchun aka. Bitta molga. Mollarda shu uchun qilib beriladi. Bunisi aka mana qo'ylar uchun. Rasamaydi bo'lar ekan, chiqarib ko'rsatamiz. Hayda qilib beradi. Bunda makkani yorma qilib chiqarishaveradi. Sotali makkani, oddiy makka. Bunda bug'doy makkani kepay holatda chiqarib beradi. Shu 4 xil setkasi bor. 4 xil setkasi bor. Komplektida yetkazib olib borib beramiz. Ichida bo'ladi hammasi. Zo'r. Hamma drabilkamizni materiali bir xil aka. Shu 3 kilovatlikni ham, 6 kilovatlikni ham hammasiniki materiali bir xil. Farq qiladigan asosigi motor bilan mahalliyda xolos bo'ldi. Qolgan joyi bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Biz masalan 3 kilovatli arzonroq deb materialni yupqalashtirmaganmiz. Hop, 2 millionligi qanaqa bo'ladi? Tushuntirib o'ting. 2 millionligi ma'lumot beramiz. 3 kilovatli bo'ladi. 3 kilovatli motor bo'ladi, hop. Tishi mana listdan bo'ladi. Mana shu bunga makka solib qo'yibmiz-da, ichini ko'rsataveramiz aka mana. Bo'ldi, olsa bo'laveradi-ku. Ha, mana shu mana 3 kilovatli. Keyin ko'rsataymi mana. 20 ta pichoq bilan jihozlangan bo'ladi bu. Listli bo'ladi. Ha, bu mahaviga listdan o'sha. Ya'ni motoriga og'irlik kelmasligi uchun, listda yengilroq qilib qilingan. Ha, motori quvvati pastligi uchun list qo'yilgan. Ha, list qo'yilgan shunaqa. Lekin 2 million so'mga dastavkasi ichida yomon emas. Beriladi. Aka, bu 6,5 kilovatli qanday xizmat qilib bersa, bu ham xuddi xizmat qilib beraveradi. Sekinroq bo'lishi mumkin. Ha, ozgina sekinroq chiqaradi, farqi shu yerda xolos. Yaxshi, zo'r. Endi 3 million 2,5 millionga qanaqa bo'ladi? 2,5 millionligi o'sha misli birinchi ko'rsatganimiz. Misli bo'ladi? Ha. Buni misli. Misli. Endi bu 2 million 300 mingligi mana 6,5 kilovat aluminli. 6,5 aluminli. Bu ham o'sha ichi bir xil aka mana, faqat motordan farq qiladi xolos. Buni ham listli, mana motorda farq qiladi. Bu ham o'sha mahalliyli bo'ladi. 24 ta pichoqli bo'ladi, bu yerda turbali. Farqi motorda xolos buni. Gap yo'q, zo'r. Chuqul bor ekan, nima edi? 2 million 300 ming, 2,5 million so'm. Ha, endi 4 kilovatli zakaz berishsa, 2 million 100 ming yetkazib beramiz. Banasi ko'rsatdik motorda. Aha, mana 4 kilovatli. Yaxshi, zo'r. U motordan ham qo'yib beraveramiz. Xo'p, yana qanday mahsulotlar bor bu aka? Endi aka bizda ko'pchilik so'raydi, atala qaynatish uchun atala qozonlarimiz ham bor aka. O, mana edi. Ha. Hop, bu yerda hozir tayyor qilib berganmiz zakazga. Bu 500 litrli bo'ladi. Ichini ko'rsataylik bitta. Ichi qopqog'i bo'ladi. Xohlasa qopqog'siz ham qilib beraveramiz. Bitta ag'dan ko'rsatasiz, ichini ko'rsatsinchi. Mana shunday holatda bo'ladi. Atalani bemalol qopqog'ini yopib, dimlab boshqa narsaga ishlatishaveradi. Boshqa narsaga ham suv makka pishirgani, makka pishirgani ishlatsa ham bo'ladi. Mana shu holatda bo'ladi. Zo'r. Buni qancha dedingiz? Katta kichikligi hozir aka 100 litrdan 800 litrgacha bo'ladi. Xo'p. U yog'i 4 burchagi 1 tonna, 2 tonna, 3 tonnagacha qilib beraveramiz. Hop. 1 milliondan 2 million 200 minggacha ketadi. Hozir bu 500 litrli narxi dastavkasidan tashqari 1,5 million qilib beramiz. Dastavkasini endi 12 ta viloyatga kelishgan holatda yetkazib beramiz. Zo yaqinga qarab turib. Zo yaqinga qarab endi o'zgarishi mumkin-da. 200 ming qo'shilar, 300 ming qo'shilar. Bu 350 litrli qopqoqsiz varianti. Xolos qopqoq qo'shib beramiz, xolos qopqoqsiz varianti. Bunimizning narxi 1 million 200 ming. 1 million konteynerdan qilinadi? Ha, o'sha zavodskiy konteynerdan bo'ladi aka. U qalinligi 1.8 dek bo'ladi. Aka, menga buni garlaka narxini o'ting, qalin naqlinakkan-a? Garlakamiz, o'sha drabilkamiz trubasini ko'rdingiz-ku? Xuddi o'sha material bilan bir xil, xuddi o'shandan ishlatiladi. Buni narxi 900 ming aka. Zavodskiy. Zavodskiy, ha. Eng qiziq akalar, buni
Motori ham boshqacha ekanda. Motorchigini ham aka terilgan, a? qimmat motorchigidan ishlatamiz aka. Yo'q, yo'q. Ha, nimaga desangiz, buni arzoni ham bor. O'shali qora bo'ladi korpusi. Agar o'shandan qo'yib beringlar desa, bu narx arzonlashadi. Arzonlaydi. Lekin mana unga biz garantiya beraveramizda. Ancha-muncha kuymaydi, zo'r xizmat qilib beradi. Buni narxi 900 ming aka. 900 ming. Endi Atrabon garelkamiz ham bor. 850 mingligi bor, 750 mingligi bor. U ham motordan farq qiladi. Farq qiladi. Komplet olaman desa qancha qilib berasiz ikkovini? Mana shu 5 litrlikni. Hop, bu 1,5 million bo'lsa, bu 900 ming, 2 million 400 ming bo'ladi. 2 million 400 ming. Dastavkasini kelishamiz-da endi. Kelishiladi. Balki ikkalasini olsa, bonus qilib dastavkasini bepul qilib beramiz. Bepul qilib berish ham mumkin. Ha, shunaqa bonuslarimiz ham bor. Xo'p, hali yem chiqaradigan meshalik ham ishlashyapti ekan, telefon qilsa, uni ham 350 kilo, 400 kilo, 500 kilo kilosiga qarab qilib beraveramiz. Undan tashqari mana masalan bir xilga odam sharoiti yo'q bo'ladi aka. Arzonroq qilib berilsa, motorsiz holatda ruchnoy aylantiradigan qilib 1 million 800 mingdan 2,5 millionga chiqib beraveramiz. Ruchnoy aylantirish. Ruchnoy aylantirishaveradi. O'zlari uchun. Men masalan bizga motorligi qimmat deyiladi. Chunki motorligi 5,5 milliondan boshlanadi. Eng kichkinasi biz 300 litrdan qilamiz-da, 300 kilo oladi. Undan u yog'i endi qilmaymiz. Qo'lda aylantirsa ham bo'laveradi. Qo'lda aylantirsa ham bo'laveradi. U ruchnoylar arzonroq bo'ladi, 1 million 800 mingdan boshlanadi aka. Yaxshi. Xo'p, akalar, xudo xolisa to'liq ma'lumotni berdik drabilka to'g'risida aka. Bitta ishlatib beramizmi aka? Endi bitta ishlatib ko'rsatib beramiz. Birinchi o'rinda, hop, mol bop ekan. Ha, mol bop setga qo'yib berganmiz. Mol bop setkasida jirang'oq chiqaramiz. Jirang'oq chiqarib beramiz. Hop, qo'y bopida somon chiqaramiz. Keyin mana yerda makka bug'doy bor ekan. Buni yorma qilib beramiz. Yorma qilib beramiz. Naringni kepak holatda chiqarib beramiz. Bug'doyni kepak holatda chiqarib ko'rsatib beramiz, xudo xolisa. Albatta ustakalar mehnatini qadrlab, bitta like bosib turasizlar. O'zlaringiz baho berasizlar. Qani, qanaqa chiqaryapti, videoni uzmaymiz. Peshaveradi mana, xudo xolisa. Aka, mis qasd to'kit ishlatsizmi, aluminni? Shuni bitta aytib keting. Endi bu haqida ko'p ma'lumot berilgan ekan. Misli o'zi 180 gacha tokda ishlayveradi. Misliga iloji boricha yaxshi tok bo'lsa, baland tok bo'lsa ishlatsanglar yaxshi, maslahatimiz. Endi aluminlika bo'lsa, bu past tokda ham ishlayveradi bemalol. Ya'ni 160 gacha ishlayveradi. Ishlayveradi. Bo'ldi. Bo'lmasa yurgizavering aka. Boshlayveramiz. Xudo xolisa, hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. Tok kelmay qolibdi. Tok o'chib qolibdi shekilli. Bitta qarab beringlarchi. Hozir. Pauza. O'sha yeri yong'oq tres. Endi bunda somonni o'sha qo'yib olib qilib mayda holatda chiqarib beramiz. Ikkalasiga birdaniga solib chiqarib ko'raveramiz. Bunda mol boqib beradi, bunisi qo'y boqib beradi. Endi bu ikkalasida bittasida yaqinroq keling. Makka bug'doyni yorma holatda qilib beradi, birisi kepak holatda qilib beradi bug'doyni. Birdan yoqib ko'ramiz.
Bu yerda mana somondan ko'rsatsa, yaqinroq olib keling. Mana bu o'sha haligi boyaga mana shu setkamizda molbob qilib chiqarib beradi. Dag'al somonni mana shunday holatda molbob qilib chiqarib bering. Ya'ni yer yong'oq press bilan somon aralashdi endi bu yerda. Endi bunisi bo'lsa mana mayin. Ya'ni o'sha qo'y setkamizda mayin qilib chiqarib bergan, qo'ybob qilib. Masalan, mollarga mana bu holatda bersangiz, nushut chiqarmaydi. Qo'ylarga bu holatda bersangiz, umuman nushut chiqarmaydi. Qo'y o'zi mayda holatda deydi. Endi bunisi makkani mana yorma holatda mana. Mana shunday yorma holatda. Xohlasangiz, jo'jalarga berasizmi, qo'ylarga berasizmi, mana shunaqa holatda, yorma holatda beriladi. Bunisi bo'lsa mana kepak holatda qilib bergan mana. Un kepak 50%, un 50% kepak qilib beradi bug'doyda mana. Mana bu setkamizda mana shunday holatda. To'rt xil holatda chiqarib beradi, ya'ni o'sha kepak holatda, donni yorma holatda, hashayladi, xohlasangiz mayda qo'ybob qilib chiqarib beradi, ozgina yiroq molbob qilib chiqarib beradi. Umumiy holatda har qanday mol va qo'yni hashayladi bemalol chiqarib beraveradi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rib turibsizlar, sizlarga hozir somon chiqardi, yerong'oq piras, makka, bug'doy chiqarib berdik. Aka, yana bular qanday mahsulotlar chiqarishi mumkin? Dirabirka. Aka, endi qisqa qilib aytganda, o'zi har qanday mol va qo'yadigan hashay don turini bemalol chiqaraveradi. Masalan, ommalashgan beda piras, somon piras, mosh piras, yantoq chiqarishadimi, vohali akalarimiz g'o'zopoya chiqarishadimi? Ular har qanday narsani chiqarib beraveradi aka. Hali bu don mahsulotlaridan lo'yet bo'lishadi, mosh, arpa, bug'doy, makka hammasini chiqarib beraveradi aka. Hammasini chiqarib bemalol chiqarib ko'rsatib beradi. Holatda berishaveradi. Xohlasa yorma qilib berasiz, xohlasa kepak holatda chiqarib berishaveradi aka. Jo'ja boqadigan akalarimizga ham bemalol baliq boqadigan akalarimni tavsiya qilaveramiz. Xudo xohlasa, sizlar o'sha mollari nima yeydigan bo'lsa, hammasini 15 xilmi, 20 xil mahsulot xudo xohlasa chiqarib berishadi. Aka, xudo xohlasa kuzatuvchilarimiz telefon qilsa, kelishadigan bo'lsa, pastda nomer o'zingizniki bo'ladi. Pastda nomerga aloqaga chiqishaveradi. O'zbekiston bo'yicha kelishilgan holatda yetkazib beraveramiz dastavkalarini. Kelishilgan emas, dastavkasi bepul aytmas. Dastavkasi bepul deyishdi. Kelishilgan holatda emas, dastavkasi ichida yetkazib berishadi, xudo xohlasa. Drabilkami, atala qozon, garelka, yem-mishalka har qanday nimasini yetkazib beraveramiz. Yetkazib beriladi. Pastdagi nomer qoldiramiz. Lokatsiya ham tashib berishadi. Kela olmaydigan akalarimiz dastavkani qilib berishadi, xudo xohlasa. Garantiyani biz qaytarib o'tamiz. 1 oy motoriga garantiya berishdi. Mana temir sohasiga biz 6 oy garantiyasi bor. 6 oy garantiyasi bilan berishdi. Aka, sizga xudo xohlasa kattakon rahmat. Charchamang. Xudo xohlasa akamizga bemalol telefon qilib bizni kanalimiz nomini aytib chiqishni unutmanglar. Undan tashqari aka 3 fazalik. Shunaqa drabilkalar ham qilib beraveramiz aka. 3 fazalikda haligi kam so'rov bo'lganligi uchun faqat zakaz asosida qilib beramiz uni. O'sha 5,5 kilovatdan 12 kilovatgacha bo'ladi. Qilib berasiz. Necha kilovatlik kerak bo'lsa 3 fazalik qilib beraveramiz. Yaxshi. Kattaroq bo'ladi ular. Bundan bag'ga endi selus sezon ham kelyapti. Mana bundaqa selus aka chiqarsa ham ular drabilkada mana ko'rsatyapman operator. Bemalol xuddi mana shunday holatda chiqarib beraveradi. Chiqarib beraveradi. Mana shunday selus qilib ham bundan bag'ga selus sezon boshlanadi aka. Mana shu holatda xoh setkali, xoh setkasiz holatda chiqarishsa, bemalol chiqarishaveradi o'sha qo'yani. Shunday makkasi bilan chiqaradimi, makkasi chiqaradimi, mana shunday holatda chiqarib beraveradi. Chiqarib beraveradi. Shunaqa. Bisa aka, sizga ham kattakon rahmat. Xudo xohlasa videoga bitta-bittadan like bosib, akalarimiz mehnatini qadrlab qo'yasizlar. Bizni qayerdan ko'ryapsizlar? Albatta kommentariyaga yozib keting, biz uchun qiziq. Bo'lmasa biz